Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi videomizda sizlar bilan kutgan videomizni mantiqiy davomini ko'rib chiqamiz. To'g'rirog'i modullar qismini. Xo'p, modullar o'zi nima? Bu alohida Python fayl bo'lib, ichida funksiyalar saqlanadi. Bular bizlarga kodlarni tartibli saqlash uchun yordam beradi. Xo'p, modullarga to'liqroq o'tishdan oldin, yoki umuman tushuncha hosil qilishdan oldin, ko'pchilikni chalg'itadigan bir jihatga to'xtalib o'tmoqchiman. Bular, kutubxona, to'g'rirog'i library va modul o'rtasidagi farq. Kutubxona umuman library bu to'g'ridan to'g'ri tarjimasi kutubxona bo'ladi. Lekin hozirgi holatimizda keling bir tasavvur qilamiz. Bizda kutubxona bor va uni ichida, ko'pgina kitoblar bor va bu yerda bizda kitoblar yoki bitta kitob bu modul hisoblanadi va modul umuman kitobni ichida biz bilamiz mavzulari bor va bular mavzular funksiyalar deylik, funksiya deb atasak ham bo'ladi mana shu holatda koding deb. Deylik matematika kitobi bor va bizda bu modul deb hozirchalik ishlatsak bo'ladi va uni ichida mavzulari bor. Ildizdan chiqarish yoki umuman trigonometriyaga oid bo'lgan qismlari. Xo'p, o'shanda bizda nima kelib chiqadi? Library bu ko'p modullar to'plami, ya'ni bitta library teng modul qo'shilgan modul, umuman modullardan tashkil topgan. Ya'ni bir nechta yoki umuman ko'plab, minglab ham bo'lishi mumkin. Xo'p, biz odatda ko'proq tayyor modullarni ishlatamiz. Xo'p, bizda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Biz umuman modullarni qanday bilsak bo'ladi, qanaqa modullar borligini? Pythonning o'zini maxsus veb sahifasi bor va unda o'zini dokumentatsiyalari ham berilgan. Xo'p, buni qidirish uchun bizda mana shu so'zni olib yozsak, kelib chiqadi, o'zi topsak bo'ladi. Mana bu Python documentation degan qismi bor. Pythonning o'zini veb sahifasida. Mana shu yerga kirib, modullar qismini topsak, deylik numeric and mathematical modules degan qismini topamiz va o'sha biz bilgan matematikaga oid bo'lgan modulni tanishib chiqsak bo'ladi dokumentatsiyasi bilan. Xo'p, mana bu yerda o'zini mavzulari, to'g'rirog'i funksiyalari berilgan. Mana shular bilan yaxshilab tanishib chiqib, bemalol ishlatsak bo'ladi. Xo'p, bu juda ham tavsiya qilinadigan holat hisoblanadi yoki umuman xo'p, bular bilan ham tushuncha hosil qildik. Keling endi bu modullarni ishlatishga o'tamiz. Xo'p, birinchisi bu o'sha matematikaga yana qaytamiz. Math modulini olamiz va undan sqrt to'g'riroq ildizdan chiqarishni ishlatib ko'ramiz. Xo'p, ishladi. Agar bizga kerakli bu funksiyani qanday chaqirsak bo'ladi? Bunda import tushunchasi bor. From math import desak, keling boshqa bir funksiyani ishlatib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda qanaqa funksiyalar bor? Funksiya ko'p. Xo'p, qidiraylik qani yaxshilari. Keling, mana buni yuqoridagisi bor ekan. Powerni ishlatib ko'ramiz. Bunda qanaqa ishlaydi? X va Y berilgan ekan qavs ichiga. X ning darajasiga Y degan ekan. Xo'p, X ning darajaga Y. Deylik 2 ning 3-darajasi. Umuman shunaqa qilib ishlatsak bo'lar ekan. Buni qanaqa qilib chaqiramiz? Xo'p, buni o'chiramiz. Funksiyani chaqiramiz. Pow deb import pow. Xo'p. Power va qavs ichiga o'sha ko'rganimizdek dokumentatsiyasida xo'p 3 ning deylik 3-darajasi. Xo'p, buni yuritib ko'ramiz. Ishladi bizda 27 chiqardi. Yana qanaqa tushunchalar bor? As bilan qisqartirish ham bor. Oddiy holatda biz mana bunaqa qilib chaqirsak ham bo'lardi. Deylik math teng umuman math.py desak ishlaydi. Lekin ko'p holatlarda ba'zida umuman modullarning nomi juda ham uzun bo'ladi. Bizga qisqartirishimizga to'g'ri kelib qoladi, chunki kodimizni qisqa va tushunarli saqlashimiz uchun. Xo'p, buni yuritsak ham ishlaydi, ishlamaydi emas, ishlaydi. Agar qisqartirsak, mana bu as tushunchasini yozib, mana shu import math as m qilamiz va bundan keyingi kodlarimizda bemalol m deb ishlatsak bo'ladi. Buni yuritsak ham ishlaydi.
Xo'p, yana bitta tushuncha bor. Buni ishlatsak ham bo'ladi. Ko'pchilik ishlatishni tavsiya bermaydi. Bu modul ichidagi hamma narsani olish degan tushuncha bor. Yulduzchani chaqirsak, bunda xohlagan funksiyani olib ishlatishingiz mumkin. Faqat bu sal tartibsizroq bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik buni tavsiya qilmaydi ishlatishni. Xo'p, endi keling, yana bitta tushuncha hosil qilamiz. O'zimiz modul yozishimiz mumkinmi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Albatta ha. Bu uchun bizda mana bu Google Colab'da ham bu xususiyatlar bor. Umuman, buning uchun bizga mana bu fayl qismiga o'tamiz va yana bitta muhim jihat, bu o'sha faylga o'tishdan oldin directory degan narsa bor yoki root desa ham bo'ladi. Ildizi mana shu ishlayotgan environmentni yoki umuman mana shu yerga yozmoqchi bo'lgan faylingizni olib boradigan ildizini bilishingiz kerak yoki umuman o'sha ildizga qaratishingiz kerak degan tushuncha bor. Xo'p, buni qanaqa qilamiz? Mana bu yerda cd degan tushuncha bor. Xo'p, content by default hozir sample data turibdi. Mana shu sample dataga qo'yamiz. Xo'p, buni yuritamiz. Xo'p, endi mana bu qismida yangi fayl yaratish qismi bor. Bunda modul fayl deb yaratsa, umuman fayl ochsak, xo'p, faylni ochamiz. Xo'p, bunda yozamiz. Keling, def salom sim qo'yamiz va return return bilan hop f teng Xo'p, bu avtomatik ravishda saqlanadi. Anaqa qilish shart emas. Qolib ketibdi. Xo'p, bo'ldi. Hozir bizda modulimiz ochib oldik. Bu modul va uni ichiga kerakli bo'lgan kodlarni kiritdik. Xo'p, mana shu keltirilgan kodni Xo'p, endi mana bu narsani o'zimiz yozgan modulni ishlatishimiz uchun o'sha import modul deb yozamiz. Bu nomni bemalol xohlagan nomga o'zgartirishingiz mumkin. Hozir biz modul deb nom qo'ydik. Xo'p, buni yuritsak, sizga hozir ishlash kerak. Mana ishladi. Salom, islom deb chiqdi. Bu mana shunaqa gaplar. Xo'p, o'ylaymanki video manzur bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Rahmat.